Mayun şundaqdaydı. Sen qachon maktabda o'rgangan narsalaringni to'liq unutib ketsang, ondan keyin sening iqtidoring joriy bo'ldi deydi. Endi bu gapni eng dastlab Eynshteyn degan. Ya'ni Eynshteyn nima degan? Ma'rifning oxirgi natijasi bo'lsa, o'quvchilar maktabda o'rgangan darslik bilimlarning hammasini unutib ketgandan keyinki qilib qolgan narsa deydi. Qaranglar, maktabda o'rgangan narsalarimizni hammasini unutib ketgandan keyin bizda qilib qolgan nima? Buni qilinglar qani. Bu nima degan gap deganda, maktabda o'quvchilarga asos o'rgatiladigan ilmiy nazariya, imtihonga qanday taqobil turish, qanday qilib yaxshi to'liq o'tish, qanday qilib gavkad yaxshi oliy maktabga o'tish. Asosan mushuningga tayyorlik qilindi. Ota-onalarning maqsadimi 99% ota-onalarning ko'nglidagi maqsad shu. Ey, sen nima qilsang, yaxshi oliy maktabga o'tsang, oshliq qilsang bo'ldi deydi. Qolgan jihatdagi amaliy iqtidor, axloq nuqtasini uning 2-chi, 3-chi o'ringa qo'ydi. Rasmi yolg'onmi? Qarab baxinglar, shuning uchun nurg'un tanlıq oliy maktablarda o'qib kelib, lekin iqtidorsiz bo'lib qolgan bolalarimiz bormi yo'qmi? Bayat degandek, o'rta maktabda oliy maktab imtihoniga tayyorlangan ba'zi bolalarning hayoti oliy maktab nuqtasida o'zgarib ketadi. Masalan, o'rta maktabda 3 ta yaxshi o'qib, sinf bo'yicha 1-chi o'qib, yeshoyanga o'tib, yeshoyanda 1 yilni bitirib bo'lmay, chidamay o'qishga, juda ko'psini jo'shtirib, uyga qaytib ketgan bolalarning natijasini ko'rgan. Anlagan. O'rta maktabda normal o'qib, lekin oliy maktabga kelgan vaqt tuyuqsiz qolib, pallada echilib ketib, shuning bilan davomli yuqorilab magistrlik, doktorlik o'qigan bolalarni anladi. Maktabda o'qib etib, savdoga kirishib ketib, maktabni bitirib diplom olish bilan birga o'zining kichik bo'lsin bir igiligini tiklab bo'lgan yoshlarni ko'rdi, anladi. Eliq 3 ta yaxshi o'qigan muallimning ota-onaning yaxshi bolalari oliy maktabga kelib, endi bu 3 ta yaxshi, 3 bulun yaxshi o'zgarib qolganini ko'rdik. Masalan, bu 3 bulun nima? Yotoq, sinf, oshxona. Mushundaqmi yuriydi-ku? Yotoq kirib uxlaydi, sinf chiqib dars anglaydi, qo'saqni to'yg'uzi yotoq turdi. Bundanmi? Ham bu deganlik kashkicha abdallik ko'chib yurgan gap emas. Lekin Urumchi, Beijing, Shanxay, Guangzhou degandek ma'lum bir cho'ng shaharlarga berib o'qigandan keyin shu vaqtimizda bu shaharlar zada qanday shahar, anda bir oilani, shu yerdagi jamiyat, amaliy ahvolni tushunib beqish zarurmi qanday? Endi bu rayonlar qaytib kelib, necha yil turgan fursat hayotimizda yana qaytib kelamdi, kelmamdi. Shuning bilan bu 3 yaxshi bolalarimiz yana diplom degan mana shu qatirib yeb keldi. Nada o'qidim oyada, nani bilsa ishnani. Xizmatga chiqqandan keyin bu boshliqning o'rinlashtirishini qila oladigan go'shvash bir xizmatchi deb qo'ysaqmi bo'ladi. Endi ne? Öy xizmat deb 3 bulun bir tuzsiz qilib o'zgarib ketadi uchun. Endi tushuninglarmi? Ma'rifning eng oxirgi muvaffaqiyati o'quvchilarning maktabda o'rgangan barliq narsalarni unutib ketgandan keyin oxirida qilib qolgan narsa deydi.